ekan, hammaga xayrli oqshom. Biz tunda ko'chadamiz. 1 millionda harakat etamiz. Nasib bugun premyer efirda yoqib oldik. Shaharimizni go'zalligini qarang. Bitta like bosib qo'ying. Hop, biz challenge'imizni boshlaganmiz. Bir oyda 1 million degan O'zbekistonda rekord qo'ymoqchimiz. Mana shuni ko'pchilik ko'rayotgan bo'lsa, obuna bo'lish esdan chiqmasin. Bilaman, ko'pchilik kuzatyapti, ammo obuna bo'lib qo'yish esidan chiqib ketyapti. Shuning uchun aytib o'tyapmiz. Lekin majburiy emas, xohish bo'lsa. Mana shu rekordni urmoqchimiz. O'zbekistonda va butun dunyoda kamchilik qilgan ekan. Ya'ni ko'pincha aktrisalar, aktyorlar va futbolistlar bir oyda 1 million qilgan ekan, lekin bunaqa taniqli bo'lmagan insonlardan kam ekan. Mana shu rekordni yangilamoqchimiz. Ya'ni O'zbekistonda qilinmagan ekan. Mana shu rekordda qilishda sizni albatta yordamingiz kerak bo'ladi. Shuning uchun qani Jizzaxliklar bitta podдержка qilib, qo'llab-quvvatlab tursangiz, mana akamizni ham tanisalaringiz kerak. Jizzaxdan Everestgacha degan bitta qo'llab-quvvatlab tursalaringiz, yaxshi kontentlar qilishga harakat qilamiz. Foydali, mazmunli. Sog' bo'linglar, kuzatib turish esdan chiqmasin. Like, komment, obuna.